Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram jamoat muslimin, hurmatli qadrdon baliqchi birodarlar. Biz mana endi yana yangi joyga keldik. Ko'rib turibsizlar, bu pulli hovuz. Men hech pulli hovuzga kelmagandim oldin. Sheringlar bir boraylik biz ham deganiga mana keldik. Birinchi tanishtirib o'taman mana. Ko'ryapsizlar, mana oldin karyer bo'lgan ekan. Ko'ryapsizlar, katta bo'lmagan o'rtacha hovuz, ko'l. Kirish ham shu 20 ming ekanda, men hayron bo'lyapman. Hamma yerda ko'llar 50 ming, bu yerda 20 ming ekan. Nimagadir arzon. Odam ham yo'q. Ko'ramiz. Shu ikkita qalmoq ruxsat ekan mana. Qanaqa baliq bor desa shu ilonbosh, sazan bor deyilyapti. Egar shuna dedi, ko'ramiz endi. Qalmoqlar solib qo'ydik ikkitadan. 4 kishi keldik. Baliq desa albatta videoga olib tashlaymiz. Rizq Razzoqdan sabr qilamiz, sababini qilamiz. Rizq bersa tutamiz, bo'lmasam hech kimdan xafa bo'lmaydi, qaytib ketilaveradi. Ko'rdinglar mana. Oldin shu karyer bo'lgan ekan, shu hozir baliq ko'l ekan mana. Biz ham lekin eshitib keldik, shu kimdir aytdi bizga, shu baliq chiqyapti, boringlar dedi, keldik, lekin odam yo'q. Ham arzon 20 mingdan. 20 mingdan bo'lsa odam to'lib ketishi kerak. Lekin mayda baliq nihoyatda ko'p, mana suvda o'rtasi hammasi irg'ib o'ynayapti. Suv ham iliq. O'rtalar mana o'tiribmiz. Ko'p ko'llarda reklamada baliq chiqadi deyapti odamlar. Borsiz chiqmaydi deyapti. Endi buni men bilmadim endi. Bu chiqmaganning sababi tutolmayapmizmi? Buni sirini bilmadim. Lekin tutganlar ham bor. Agar mana shu yerda baliq chiqsa, men обязательно chiqib baliq chiqdi deb adresini aytaman o'rtoqlar sizlarga. Agar chiqmasa, mana 4 kishi o'tiribmiz, necha bittamizga chiqish kerak. Sizlarni ovora qilinmaydi, arzon ko'l bor ekan deb reklama qilmayman, lekin chiqsa aytib qo'yaman. Mana hozir 4 kishi yayilib o'tiribmiz. Hozir yer haplab degan shapalardagi baliqda sherigimiz ushadi. Hali ruchka baliq deyiladimi? Uni hisobga olmaymiz. Agar kattaroq bitta yerda baliq chiqsa, shuni syomka qilib sizlarga обязательно shu ko'lda adresini aytaman. Hozir chiqmagan baliqlar mayda ko'l bor ekan, arzon ekan desam to'g'ri kelmaydi. Arzon bo'lgandan baliq chiqish kerak. Hozir mana olib turibdi, solib qo'yib. Lekin mayda baliq ko'p. Har xil donka, ponka, po'ka, mo'kak, tut, ilonchuvon, eshak, qo'l, har balo solib ko'ryapmiz mana. Agar chiqsanglar sizlarga aytib, mayda mana baliq bor ekan deb ko'lda adresini aytib qo'yamiz. Chiqmasa sizlarni ovora qilib mayda ko'l bor ekan demaymiz mana. Izlar ko'ryapsizlar. Ruchka baliq nihoyatda ko'p ekan. Mana qalmoq tashashimizga moment yeb ketyapti. Mana moment po'kayni tortyapti, lekin ko'ryapsizlar. Lekin ruchka baliqni ichimga kerak yo'q. O'ynatib tashayapti uni, ko'ryapsizlar.
edi hammasi adashmam. Mana shu 7 emas, deylik 5 bo'lib qolishi mumkin. Ha, 4 bo'lib qolishi mumkin. Amerika bundan qoldi. Mana shunday vaqtda siz va yuan dunyo valyutasi bo'lishiga Xitoyda esa markaziy bankni davlat nazorati va davlat doimiy tarzda o'zini manfaatlaridan holda Shuni tortib oldi. Qullu sizlarga ham bo'lsin. Mana pachim bo'ldi. Ko'rdinglar, bitta sazan chiqdi. Kichikroq bo'lsa ham endi Tavakkaltu alalloh la havla va la quwwata illa billah. Bizga bo'lib kelinib qolay dedi. Ha, qattiq otib oldim. Allohga shukr, pachim bo'ldi. Hurmatli birodarlar, mana biz kelgan ko'lda bitta gruppa 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. 5 ta 6 ta gruppa keldi. Hali birov dadil baliq tutganini ko'rmadim. Men gapni rostini aytish kerak edi. Anti reklama bo'lib qolmasin. To'g'ri arzon 20 mingdan kirdi-ku. Lekin undan ko'ra sal qiymatroq bo'lib baliq chiqqani yaxshi edi bizga. Suvda ham bir kirayotgan joyini, chiqayotgan joyini ko'rmayapman. Suv bir yerdan kirib chiqib turish kerak edi. Ashunga suv ham bir hidlanib qolgan. Suv isib ketgan nihoyatda. Xullas menga bu joy yoqmadi. Endi hozir bu yerda aytsam anti reklama bo'lib qolmasin. Kim qiziqsa kommentarda so'rasa aytib qo'yaman. Ovora olib kelish hojati yo'q. To'g'ri, men bitta karp ushadim. 300-400 gram keladi. Ko'rdinglar, lekin qolgan birovdi. Hayda tog'a bitta 200 gramlik karasmi yo sazan ushadim deyapti. Uni ham shu dadil mana endi yoningizda birov baliq ushasa bilasiz-ku. Mana hamma qator o'tiribdi, 2-3 kishidan bo'lib. Birov tutganini ko'rmadim. Bola ruchka baliq chiqadi, to'g'ri. Shuna gaplar xullas. Salomat bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Bor gap shu.